Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Dexinning ajoyib mahsulotlaridan biri limonzi haqida suhbatlashamiz. Limonzi ajoyib ichimliklardan biridir. Tarkibi esa limon ekstrakti, ganodermal sudum va qora choydan iborat. Tarkibidagi limon sizga energiyangizni ko'taradi, kuch-quvvat beradi, viruslarga qarshi kurashadi. Tarkibidagi ganoderma esa sizni zaharlardan tozalovchi, organizmingizga yetmayotgan vitamin minerallarni yetkazib beruvchi mahsulot. Tarkibidagi qora choy antioksidant, ya'ni zaharlarni tozalovchi, keraksiz moddalarni chiqarib tashlovchi xususiyatga ega. Limonzi albatta stressingizni yengishda limonzi iste'mol qiling. Limonzi sizdagi stressni ketkazuvchi ajoyib mahsulot. Limonzi ozishingizga yordam beradi. Oshqozon ichak muammolarini hal qiladi. Teringiz go'zal va chiroyli bo'lishini xohlasangiz, albatta limonzi iching. Agar siz tuganmas energiya, kuch-quvvat xohlasangiz, doimiy energiyada bo'lishni xohlasangiz, albatta limonzi iching. Agar sizni yuraklaringiz, nafas yo'llaringizda muammo bo'lsa, albatta limonzi iching. Limon sizni davlinangizni tushiradi. Hayotga bo'lgan ishonchingiz va energiyangizni oshirishga yordam beradi. Limonzini tanlab adashmaysiz. Limonzi bo'g'im og'riq, bel og'riq, umurtqa pog'onasida og'riqlar albatta limonzi bilan bartaraf etiladi. Limonzi bir so'z bilan aytganda sizni oilaviy yordamchingiz.